Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qadrli qarindoshlarım. Men Abdulaziz Bashto'g'roqdan İstanbuldan sizlarga Allohninki jannat salom bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikda tünigen şu Kur'an-ı Kerimni qandoq o'qish kerak degan bunu dersni birlikte öğrengendik. O Uygur Akademisi'ninki tor betinden elingan makale kadirli qarindoshlar. Bu makaleni yazgan adam ma kitapni ko'rdinglar. Ali İzzet Begovich Sharh bilan G'arb aralığında İslam degan kitapninki yozuvchisi merhum Ali İzzet Begovich yazgan bir makale. Bu kitapni Uygur Tercüme Merkezi 2014 yıl tercüme kılıp Adil Er Uygur deydiğim bir kardeşimiz var. Şu kardeşimiz tercüme kılan iken. Tünigen avaz ma kompüter internet sıkışıp kalıp şunun bilen tazı yaxşılığını kılmay kaldı. Hem de Kur'an-ı Kerimni okuşka alakadar kitaplardan karasağını kutaytkı bilip yendi tuğan Kur'an'ı anlamı yöntemi Mustafa İslam oğlununki. Onun için Kur'an'ı anlamı usulü Doktor Fatih Orun. Onun için yeni bir kitap bakın. Kur'an ne diyor, biz ne anlıyoruz? Profesör Doktor Murat Sülün degen adamın kitabı iken. Şunun okşaş eserler cek. Ondan başka biz tercüme kılgan Batur Karakallı kardeşimiz tercüme kılgan Kur'an sürdürünün kimliği degan kitap mı? Bununla faydası var. Yardım kılıdı. Kur'an'ı düşünüşümüzge, sürülerini düşünüşümüzge. Onun altında biz şu nimege alakadar bir ders sözlügen bir kanca ders kitap okuşka alakadar derslerini sözlep öttük. Bu derslerde kitapla kanda okuş meselesi, tez okuş faydalık mı emes mi degan yeterli kılıp öttük. Onundan keyin Uygur kitapçılığı toğruluk meselelerini, mülahazelerini birlikte öğrenip öttük kadirli qarindoshlar. Endi kitap degan chaqda faqatlam şu qog'oz bilan oq qog'ozga yozilgan qora siyodan tashkil topgan qog'ozlarni juplagan kitaplarni ko'rsatmaydi. Sizmi bir kitap, menmi bir kitap, her bir insan bir kitap. Onundan keyin bu Allah subhanahu taala iqra degan ayet bilan insoniyatga yeni bir devrinin başlanğanlığı, yani okuş devrinin başlanğanlığı, yani Allah'ınki İqra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alaq, İqra ve rabbukel ekrem, ellezi alleme bil kalem degan ayetler bilan o'qishning usuli, metodi, uningdagi nimalarni o'qish to'g'riliq hammasini bizga ko'rsatib o'tgan, jinim do'stlarim. Bunların içinde bizden başka kitaplarını mı, kainat kitabı, insan kitabı, hadisat kitabından ibaret, bunu 3 kitabını okuşka yetekçilik kılıdığan Kur'an kitabından ibaret, bunu kitap ne okuş meselesi turuptu. Hem de qandaq okuş meselesini biz yaxşı hal qilmagan vaqtimizda o'qishdan biz yaxshi natija ololmaymiz. Hatto o'qib ezib ketadigan, o'qib tezib ketadigan ishlarmi albatta mavjud. Shunga qadrli qarindoshlar, shunga bu marhumninki İzzet Begovichninki ash maqolasi bizga to'liq yoqqan. Shunga ash maqolani qaytadan sizlar bilan bugun vaqt chiqarib, yine o'rtoqlashishni xohlab qoldik. Ayibga burmaysizlar. Eğer bu ustazınki şu garip ve şerq o'ttirisida aralıqada İslam degan bunu kitabını o'qishni xohlaydiganlar bo'lsa, Sutuq Bo'g'raxon kitobxonasi, Qutatqubili kitobxonalarida setilyotidi. Menga desanglar, men dunyoning har qanday yeriga ivetib beraman. Undan keyin bu maqolada oldi bilan shu Qur'on Kerimni qanday o'qish kerak degan maqolada bir o'qib o'tgandan keyin biz şu kitaptaki şu nimeninki Ali İzzet Begovich to'g'riliq so'zlangan kirish so'z nima birlikte o'qishni o'ylaymiz. Diqqatinglar dersda Facebook'ta
Bolsun, quluqinglar Qur'oni Karimni qandoq o'qish kerak? Tadbiriyay 8-Facebook sin darsida bo'lsin, qadrli qarindoshlar. Tünigen okugan maqalaninki orijinalini men tutib olay, qadrli qarindoshlar. Açıkçası biraz defterden ola. Endi şu Kur'an'ni qanday o'qishga aloqador kitobni qancha ko'p o'qisak, inshaalloh bizningki bu Qur'ondan foydalanish unumdorligimiz texmo yuqoriga ko'tariladi deb o'ylayman. Shunlashqa buni sizlar bilan sunishini, buni sizlarga taqdim qilishni o'ylab qoldim. Qur'oni Karimni qanday o'qishimiz kerak? Uyg'ur akademiyasiningki tor betiga 2013-yil 15-yanvar kuni chiqarilib ekan. Ali İzzet Begoviç yozibdi buni. Ondan keyin shu tor betiga chiqargan qarindishimiz mandaq bir qarasanglar, mana bir resimni birlikda qistirib chiqaribdi. Bu rangli resim asli uchun. Vahiy tushgan oyni muborak qilsa, tushgan kechini 1000 aydan bir ömrüdün texmo xayrli qilsa, ey inson o'g'li, agar Qur'onning vahiysi yuragingga, hayotingga, uyingga, shahringga va mamlakatingga tushsa, sening qimmatingni qancha hassa qatlab o'tar. Buni hech o'ylab boqdingmi degan bir meg'izlik so'zni qilibdi ustoz Mustafa Aslam o'g'li. Maqolaning o'zi kelayli. Qur'oni Karimni necha qitim qaytalab o'qigan edim. Biroq buningdan burun Qur'oni Karimni haqiqiy ma'noda qanday o'qiymiz degan savol haqida faqatla o'ylanib boqmagan edim. Bu savol haqida o'ylanib ko'rdim. Natijada kallamda paydo bo'lgan ba'zi tushunchalarni sizlar bilan o'rtoqlashishni muvofiq ko'rib, ushbu maqolani yozdim. Hammadan avval shuni oydinlashtirib olishimiz kerakki, Qur'oni Karimdagi oyatlarni bir-biridan ayirib tushunishga qat'iy bo'lmaydi. Qur'oni Karimda bayon qilinish usulidan ayrim holda tilga ilingan har qanday bir oyat bizga to'liq ma'nosi bilan haqiqatni aks ettirib bermaydi. Faqatla uningdan ma'lum bir qismini aks ettirib berdi. Chunki agar Qur'oni Karim bir bütün halda izahlansa, andın to'liq bir haqiqatni ifodalab beradi. Yalğız ba'zi oyatlarning izohlanishi buningdan mustasno. Bu ahvol intayin az sandagi oyat bilanla cheklandi. Bu ahvolni bir mozaik deganni bilasizlar, aslida men bu resimini tepkilamoqchi edim. Manda nimalarga qarasak, her xil parçalardan paydalanıp bir bütün tam resimini aşağılığı parpur, mozaik parpurlarda resim qilib chiqardi. Shuni demoqchi qadrli qarindoshlar. Bir mozaikga o'xshatib tushuntirsak, texmi tushunishlik bo'ladi. Bir mozaikka tagligida qizil yoki qora ranglar faqat boshqa ranglar bilan birlikda bo'lganda ma'no ifodalaydi. Taglikki tava rangdan yoki bir parchasini olganimizda bu rang yoki parcha taglikni tashkil qilgan boshqa rang yoki parchalar bo'lmasdan taglikning go'zalligini to'liq his qilg'ili bo'lmaydi. Ya'ni shu bir parchani ham olsak, uni shu ranglar ifodalanadi, butun bir mazmun, butun bir rasm ifodalanmaydi demoqchi. Buni texmi yaxshi tushuntirish uchun tuvandagi misolga qarab chiqaylik. Ey iymon etuvchilar, sizlarga qisos farz qilindi degan. Qur'oni Karim oyati qisosni yo'lliq ko'rdi. Yana bir oyatda bo'lsa, afo qilishga chaqirdi. Ya'ni kimiki ko'chirversa, uning ajri Alloh huzurida bo'ladi. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi degan oyat bor. Ey iymon etuvchilar, Alloh sizga halol qilgan rizqlarni harom qilmamanglar va haddidan oshquchi bo'lmanglar. Buningdan boshqa
bununğa o'xshash misollarni texmi ko'p beraymiz. Qur'oni Karimni o'qigan birasiga nisbatan bir qism oyatlarda zidlik bordek bilinishi mumkin. Biroq bundoq bo'lishi qat'iy mumkin emas. Aksicha ahvol buning dal aksicha bo'ladi. Ishning haqiqati bo'lsa, Qur'oni Karim va islomning yakki jigani bo'lishi zich munosabatlik. Ko'rinishda Qur'oni Karim oyatlari o'ttirisida to'liq moslashib bor bo'lib, dastlabda zidlik bordek ko'rinadi. Chunki Qur'oni Karim bizni yolg'iz birli ishni vujudga chiqarishimizni talab qilmaydi. Aksicha ikki ishning teng bo'lishini talab qiladi. Qur'oni Karim bizdan yolg'izla qisos elishimizni talab qilmaydi, balki uning bilan birlikda kechirim qilishimizni mo talab qiladi. Buning ta'tirisini o'ylasaqmi bo'ladi. Qur'oni Karim bizdan yolg'iz oxirat uchun ishlashimizni talab qilmaydi. Ayni vaqtda bu dunyo uchun ishlashimizni talab qiladi. Yana bir bo'lmay turib, yana birining bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. Shuning uchun haq uchun bo'lsa-mu jazodan boshqa hech qanday bir ishni o'ylamaydigan bir musulmonning iymoni mukammal bir iymon saviyasiga yetolmaganiga o'xshash, yolg'iz kechirim qilishni o'ylaydigan bir musulmonning iymoni mo mukammal bir iymon hisoblanmaydi. Undaqda kamolatga yetgan musulmon ikki amrni mo bilgan holda mo'dudil harakat qiladigan kishidir. Biraz burun yig'inchiqlab o'tilgan yakunlarni Qur'on Karim bir butun holda analiz qilinganda andin to'liq tushunib yetkili bo'ladi. Bir qismilar chiqish qilinsa yuzaki tushunilish kelib chiqadi. Shuning uchun men islom va islom risolasini to'liq tushunish va bu maqsadga erishish uchun mushu usulni eng yaxshi va eng muvofiq deb qarayman. Yana bir muhim masala bo'lsa, Qur'oni Karimni izchil o'qib turish lozim. Bu usulni Qur'oni Karim nurining parlaqligini to'nib yetishimiz uchun eng ishonchli yo'l deb qarayman. Chunki Qur'oni Karimni har qatim o'qiganimizda yangi narsalarni tushunib olishimizga foydasi bo'ladi. Qur'oni Karimga hozirgacha hech qanday bir o'zgarish kirgizilmasdan shu beti saqlanib kelgan. Biroq o'zgargan bir narsa bor bo'lib, u bo'lsa-mu biz. Atrofimizdagi narsalar, shart-sharoitlar o'zgardi. Qisqasi dunyo o'zgardi. Bu o'zgarishlar bo'lsa bizni yangi, ammo murakkab va chegish masalalar bilan band qilib qo'yish bilan birga, buningdan burun o'qigan Qur'oni Karimdan butunlay g'aflatda qilishimizni mo keltirib chiqadi. Ammo birdilla qalbimizning cho'nqur qatlamlarida oyatlarning sadolarini his qilganimizda Qur'oni Karimning haqiqiy manbasidan butunlay xabarsiz qolganligimizni to'nib yetdik. Har kimning bu vaqtda o'yinlib beqishini va o'zi haqida qaytadan o'yinlib beqishni tavsiya qilaman. Men bu maqolamda ba'zi shaxsiy tajribalarimdan misol berishni muvofiq ko'rdim. Bunun intayin uzun yıllar burun, yani yaş çağlarımda Qur'oni Karimni o'qish asnosida jihad, adolat va amal haqidagi oyatlar ustida ko'proq o'yinlatdim. Buningga o'z vaqtidagi xotira daftarim isbot bo'la oladi. Allah boshqa nurg'unlagan daftarlarim ichidan faqat mushunini menga hech qanday ziyon, zahmat yetmasdan yetkazib berdi. Bu daftar Qur'oni Karimdan elingan bu oyatlar ve onunla o'xshash oyatlar bilan to'lgan edi. Bu oyatlarning birida düşmanlarning va istibadotning rad qilinishiga munosabatlik musulmonlarning shaxsiyat haqida to'xtaladi. Zulmga va hujumga uchraganda o'zlarini qo'g'daydi. Shura 39-oyat. Men navbati kelsila bu maqolamda ta'kidlagan oyatlar haqida o'ylanayotganda bir Allah haqida to'xtalgan ve dünya hayatının o'tkinchi ekanligi haqidagi oyatlar alohida diqqatimni qo'zg'aydi. Allohdan boshqa har narsaning yo'q bo'lib ketadiganligiga munosabatli oyatlar mening shaxsiyatimni ta'siri ostiga olganligini va ta'sirining hozirgacha menda borligini ta'kidlab o'tmoqchiman.
Chunki Alloh va'da qilgan haqiqat zidlik topqili bo'lmaydigan bir haqiqat hisoblanadi. Her narsa fanidir. Lekin kerem ve yaxshilik egisi Rabbing baqidir. Yani Allah Taala öz aldığa bütün şeylerden burun ve uladın kimi mengülük idi. Bu del öz aldığı özgermez bir hakikat hesaplanatdı. Anam kaza kılganda intayin kaygırgan idim. Fecr sürüsüdeki 27. ayet: Ey aram tapkışı can! Sen perverdigarından memnun, perverdigarın senden razı boğan halda onun dergahı qaytqın. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin, mening jannatimga kirgin degan oyatlarning ma'nosini burun hozirgidek his qilib boqmagan ekanman. Bu oyatlar menga bakla ta'sir qilgan va o'zimdan mono savollarni so'ragan edim. Kim o birersining onasi qazo qilganda onunğa anasının ölümünü qabul qildirish uchun buningdan texmi go'zal bir so'z aytalisin. Undaqda Qur'oni Karim bir tarafdan shariat, yana bir tarafdan jihadni ulug'laydigan, yana bir tarafdan bo'lsa zamonning doirasidan chiqish yo'li topolmayotganlarga tasalli manbasi edi. Buningga binoan shaxsiy hollarimizga ko'ra diqqatimizni bir narsa tortgan bo'lsa, yana bir xil ahvolda diqqatimizni boshqa bir narsa tortishi mumkin. Bu ahvolning Qur'oni Karimdagi ifodalari insonning alohida ahvollariga munosabatlik bo'lganiga o'xshash ijtimoiy va tarixiy sharoitlarga munosabatlik. Undaqda jamiyat yoki tarixga munosabatlik ahvollar, etnik o'xshamasliklarning jamiyatni parchalashi, ko'z qarashimizni ayollarning huquqda barobarligi, insoniyatning taraqqiy qilish qatorliq masalalarda to'xtalgan oyatlar ustida ko'proq bosh qotirishimizga buraydi. Masalan, diniy qonun dafsanda qilingan yoki qaysi xil shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, bu masaladagi ixtiloflar va o'xshamasliklar avj olgan bir jamiyatda 3 so'zdan tashkil topgan buni oyat kun tartibga keladi. Dinda majburlash yo'q. Biz musulmonlar oyatlarga o'xshash qaraymiz. Biroq g'ayri musulmonlar Qur'on Karimdagi yuqorqi qisqa oyatning diniy kamchilik nuqtasidan eng cho'nqur ma'nini bildirganligini ta'kidlashadi. Bu haqda obdan o'ylansak bo'ladi. Biroq mazkur masala qisqagina bo'lgan maqolamning doirasidan halqib ketadi. Shubhasizki, Qur'oni Karimning o'qilishi va anglanishi haqida nimani ko'z tutganligim ustida to'xtalishimiz lozim. Ba'zi insonlar musulmonlarning ko'pinchisining Qur'oni Karimni tushunmaganligini ko'z tutib, buni foydasi intayin oz ishdak o'ylab oladi. Men bu qarashga qo'shilmayman va hayotimda faqatla esimdan chiqmaydigan bir voqeani bu yerda tilga elib o'tmoqchiman. Buningdan bir necha yil burun bir xalqarалық islom yig'iniga ishtirok qilgan edim. Yig'in Yevropaning cho'ng shaharlaridan birida chaqirilgan edi. Yig'inga ko'p sondagi ulamo va olimlar islom tushunchasining yengilanish masalasi haqidagi qarashlarini va tadqiqotlarini o'ttirib qo'yish uchun qatnashgan edi. Har kuni yig'inning boshlanishida va oxirida dunyoda tanilgan qorilar tarafidan Qur'on xatmi qilinayotdi. Ulamo va olimlar maqola o'qiyotganda ba'zi yig'in ishtirokchilarining bir-biriga pishirilishayotganligini ko'rib qolatdik. Biroq Qur'oni Karimdan oyatlar o'qilishga boshlanganda zalda jimjitlik hukm surishga boshlaydi. Yig'in ishtirokchilari butun zihni bilan Qur'oni Karim tilovatini anglaydi. Qorining og'zidan Qur'oni Karim oyatlari to'kilishga boshlagandagi ahvol bir daryoning jimjit va asta iqishiga o'xshaydi. Orqadan insonni texmi uzoqlarga boshlagan bir shoqiratmaning beshiga elib ketadi. Qori tilovat qilayotgan Rahman surasidagi Rabbingning qaysi ne'matlarini inkor qila olaysizlar oyati yig'in ishtirokchilarini go'yo bepoyon okeanlarga boshlab ketdi.
Men bu güzel minutlarda şunu his qildim ki, tilovat qilinayotgan oyatlarni to'liq tushungan edim. O'zimni muhokama yig'ini jarayonida yig'in ishtirokchilariga shunchalik yaqin his qildim. Boshqalarning yuzidimi shu ifodani ko'rgili bo'ladi. Ya'ni qaramamsiz, hammamiz islomda qarindoshku. Bu ishdan keyin Qur'oni Karimni tushunib o'qishning ahamiyatini his qildim. Butkul musulmonlarning qalblari Qur'oni Karimni mushu shaklda yoki boshqa bir shaklda tushuna oladi. Onun ustiga Qur'oni Karimni tushunib o'qishmo vojibdir. Qadrli qarindoshlar, tadbiriyay sin darslarida 8-ci sin darsimizda Ali İzzet Begovichninki, merhumninki Qur'oni Karimni qandaq o'qish kerak degan maqolasini Uyg'ur akademiyasining to'r betidan elib o'qidik. Qadrli qarindoshlar, qarab baqsanglar, bu maqola 301 qatim ko'rilibdi. Demakki, maqolaga bo'lgan qiziqishmo xeyli bor degan gap. Chunki o'zimizniki Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni o'qishni, tushunishni maqsad qiladigan maqola bo'lg'ashqa 301 qatim ko'rilibdi. Vaqt yetmaydigan o'xshaydi. Aslida men buni Ali İzzet Begovichning Sharq bilan G'arb oraliqida islom degan kitobdan bir kirish so'zini o'qimoqchi edim. Ali İzzet Begovichninki tercümalini eğer 5 minutda o'qib bo'ladigan bo'lsam, men buni o'qib o'tay hozir. Abdur Ali İzzet Begovich to'g'risida. Ali İzzet Begovich 1925-yili Bosniyada dunyoga kelgan. Sarayevoda boshlang'ich maktabni tugatgandan keyin 1944-yili to'liq o'qituvni bitkizgan. Qonun, san'at va tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim-tarbiya ko'rgan. Dokladlarni berish, asar yozish orqali islomiy harakatda aktiv rol o'ynagan. O'ziga o'xshash yosh do'stlari bilan birlikda butun islom dunyosidan temi qilgan bas munozirlarga, suhbatlarga ishtirok qilgan. İslami faoliyatlar bilan shug'ullangan Al-Hidoya tashkilotining yoshlar tarmoqi bo'lgan. Yosh musulmonlar tashkiloti sifatida ko'rsatgan faoliyatlari sababidan 1949-yili hokim mutlaqchilik tuzumidagi Yugoslaviya doiralari tarafidan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Turmadan chiqqandan keyin yangidan Sarayevo universitetidagi xizmatlariga qaytgan İzzet Begovich tarixchilik temasidagi ilmiy izlanishni tamomlagan. Arqadan qonun tadqiqoti bilan shug'ullangan va 1956-yilda magistrlik unvoniga erishgan. 1963-yili advokatlik imtihoniga qatnashgan. 25 yil bo'yicha qonun maslahatchisi bo'lib ishlagandan keyin pensiyaga chiqqan. Shuningdan keyin butun vaqti va kuchini falsafa va islomiy temalar tadqiqot elib berishga atagan. O Yugoslaviyada e'lon qilingan har xil gazetlar va islom allaridan chiqadigan har xil nashr afkorlarda izchil shaklda asarlarni e'lon qildirib turgan. Maqolalarining bir qismi Sarayevdagi ba'zi islomiy maktablarda darslik qilib o'qitiladigan asarlar qatoriga kirgizilgan. 1970-yili mashhur Islom xitobnomasini qalamga olgan. Xitobnoma o'zlari yashayotgan allarda ko'p sonliqni tashkil qiladigan musulmonlarga qilingan bir chaqiriq mohiyatida edi. O butun dunyo musulmonlariga uyg'onish va qaytadan tirilishning boshlamchisi bo'lish nuqtasida o'zlariga yuklangan tarixiy rollarini ado qilishlari uchun qilingan bir chaqiriq edi. Ali İzzet Begovich butun dunyoda qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan muhim asri Sharq G'arb oraliqida islomni 1980-yil yozib tamomladi. Asar nashr qilingandan keyin, ya'ni 1983-yili avgustda 22 nafar musulmon ziyoli bilan birlikda qo'lga olinib, Sarayevo rayonlik sud mahkamasi sotlandi va 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 1989-yili xalqaro jamiyatning besimi natijasida hukumat tarafidan kechirim qilinib, turmadan chiqdi. Shu yil kuz oylarida do'stlari Muhammad Changich, Jamaluddin Latich, Ömer Bahman qatorliqlar bilan birlikda Demokratik Harakat partiyasini qurib chiqdi.
musulmonlarni markaz qilgan holda jumuriyatdagi barliq etnik guruhlarni qo'yniga oldigan shaklda qurilgan Demokratik Harakat Partiyasi qisqa muddat ichida 700 ming tizimga oldirgan a'zosi bo'lgan bir partiyaga aylandi. 1990 yili iyun oyida o'tkazilgan tunji navbatlik ko'p partiyalik saylamda Demokratik Harakat Partiyasi birinchi partiya bo'lish imtiyoziga ega bo'ldi. Xorvatlar va serblarning ishtirok qilishi bilan bir birlashma hukumat qurib chiqildi. Ali Izetbegovich davlat raisiga saylanganda to'liq ma'noda bir xalq qahramoniga aylangan edi. Onun Osman imperiyasining rayondan chekinib chiqishidan keyin boshlangan va zamonimizga qadar davomlashib kelgan qatliam, surgun, besim va qiyin qistoqlar davridan keyin musulmonlarning haq huquqlarini qat'iy holda himoya qilishi xalqning uni alija degan yangroq sadolari bilan aliya yangroq sadolari bilan bag'riga besishiga noil qilgan edi. Xalqning muhabbatiga erishgan bu rahbar ziyonlar tarafidanmi bilgi rahbar, danishmand rahbar degan nom bilan tilga elinadi. 1992 yil 29 fevral va 1 mart kunlari o'tkazilgan Yugoslaviyadan mustaqil bo'lish shuari bilan xalqning ko'p qismi ayrilib chiqib, mustaqil bo'lish uchun ovoz berish bilan aprel oyining boshlaridan e'tiboran Bosniya, Hersegovina serblarning hujumiga duch keldi. Bu kitobda yozilgani shunchalik ekan, Ali Izetbegovichning o'lib ketgan tarixini to'liq o'qimayman, qadrli qarindoshlar. Buni izlab nima qilib olsanglar bo'ladi. Bu kitob shu ziyoli qarindoshlarimizning o'qishiga arziydigan kitobken. Bu kitobni o'qishinglarni jiddiy tavsiya qilamiz, qadrli qarindoshlar. Anda vasi bugungi 8-tadbirga Facebook sim darsimiz mishada tamom bo'ldi. Vaqtimiz to'shab qolg'achqa biroz jiddiyroq o'qib soldim. Kechirsizlar. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.